Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan kitobni Essential Grammar in Use kitobini o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimizda Xudo xohlasa 6-unitni o'tamiz, ya'ni 6-bo'limda. Ya'ni bugungi darsimizda present simple'da negativ gaplar yasash, ya'ni bo'lishsiz gaplar yasashni ko'rib chiqamiz. Present simple o'tgan darsda o'tgandik, 5-unitimizda. Demak, odatiy takrorlanuvchi, umuman to'g'ri bo'lgan narsalar uchun demak ishlatar edik. Xo'p, endi bugungi darsimizda xuddi shu narsani shunchaki negativ shaklini o'rganamiz ekan. Xo'p, biz bilardik negativlik belgisi bo'lardi. Bizda not degan negativlik belgisi bo'lardi, ya'ni negativlik elementi bo'lardi. Xo'p, xuddi shu narsa bizga qo'shiladi yana bitta qo'shimcha narsa bilan. Ularni biz formulada ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p, bitta ikkita ustun bor, ya'ni ikkita boks bor. Bitta boksimizda pozitiv, ikkinchi boksimizda negativ gaplar. Pozitiv boksda misol uchun I work, men ishlayman, we like, you do, they have, he, she, it va singular noundan keyin keladigan fe'llarga biz bilardik s qo'shimchasi qo'shardik, ya'ni works, likes, does, has bo'lar edi. Demak, shu qo'shimcha qo'shilar edi. Endi negativlik qanday yasaladi? Xo'p, bizda birinchi bo'lib subjectdan keyin demak 3 ta olmoshimizdan keyin yoki xo'p, subjectimiz mana shu 4 ta olmoshimiz bo'lsa, ya'ni I, we, you, they va plural noun bo'lsa, biz undan keyin do not qo'shimchasini qo'shar ekanmiz, ya'ni do not. Uni qisqartirib biz don't desak bo'ladi. Demak, shu 4 ta olmoshdan keyin bular subject o'zi aslida va plural otlardan keyin do not qo'shimchasi qo'shilar ekan va fe'limizni demak infinitiv shakli deyiladi, ya'ni fe'limizni oddiy shakli, hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan shakli bo'lar ekan. Xo'p, endi he, she, it yoki singular noundan keyin present simple negativ gap yasaydigan bo'lsak, biz does not qilamiz. Ya'ni uni qisqartmasi doesn't bo'lar ekan va fe'limizni oddiy shakli bo'lar ekan. Endi e'tibor beringlar. Pozitiv shaklida biz fe'limizga s qo'shimcha qo'shardik, lekin negativ shaklida demak bu do not does not ga o'zgardi. Ya'ni fe'lni s'ini oldi, ya'ni s qo'shimchasini olib bu does ga o'zgardi. Qachonki he, she, it va singular noundan keyin kelgan holatlarda. Qolgan holatlarda bir xil, ya'ni do not bo'lar ekan. Demak, asali shunaqa. Xo'p, endi gaplarni o'qib tarjima qilamiz. Xo'p, coffee deb taklif qilyapti. Ya'ni coffee? No, thanks. Yo'q, rahmat. I don't drink coffee. I don't drink coffee. Men coffee ichmayman. Bu demak o'zi I do not drink coffee bo'lardi. Bitta don't deb qisqartirdi. She doesn't drink coffee. She doesn't drink coffee. U coffee ichmaydi. U coffee ichmaydi. Nimaga doesn't qilyapti? Sababi he, she, itdan keyin biz doesn't qilardik yoki does not qilardik. Nimaga drinks qilmayapti? Bu yo'lda s qo'shimchasi qo'shardik-ku, lekin present simple'da negativ gaplarda bu do does ga o'zgarib, demak fe'lda s'ini oldi, shuning uchun doesn't ga o'zgardi. Bu gapda I don't like my job. I don't like my job. Men ishimni yoqtirmayman. Men kasbimni yoqtirmayman yoki ishimni yoqtirmayman deyapti. Bu yerda I don't deyapti, sababi I dan keyin not keladi. Endi he doesn't like his job. He doesn't like his job. U ishini yoqtirmaydi. E'tibor beringlar, doesn't deyapti, ya'ni he doesn't likes demayapti, like deyapti, fe'lda oddiy shakli bo'lyapti. Endi bu gaplarni o'qib tarjima qilamiz. I drink coffee but I don't drink tea. I drink coffee but I don't drink tea. Men kofe ichaman, lekin choy ichmayman. Men kofe ichaman, lekin choy ichmayman. Lekin choy ichmayman deyapti. Xo'p, Sue drinks tea but she doesn't drink coffee. Sue drinks tea but she doesn't drink coffee. E'tibor beringlar, bu batdan chap tomoni demak bo'lishli gap, o'ng tomoni bo'lishsiz gap va bo'lishli gapda drinks deyapti. Sue'ga nisbatan, sababi Sue she'ga teng. Sue drinks coffee but she doesn't drink coffee deyapti. Va o'ng tomoni negativ gap, shuning uchun doesn't deyapti va fe'limizga hech qanaqa qo'shimcha qo'shmayapti. Xo'p, 3-gapimiz you don't work very hard. You don't work very hard. Siz qattiq ishlamaysiz. Juda ham qattiq ishlamaysiz. Bu yerda don't work deyapti. We don't watch TV very often. We don't watch TV very often. Biz tez-tez televizor tomosha qilmaymiz. Biz tez-tez televizor tomosha qilmaymiz. We don't watch TV very often deyapti. Bu yerda we don't deyapti. Xo'p, keyingi gapimiz the weather is usually nice.
The weather is usually nice. Bu gapimiz ko'rayotgan bo'lsanglar, demak present simple'da fe'lsiz, ya'ni to be li gap bo'lyapti. Ya'ni is turibdi. Xo'p, it doesn't rain very often. It doesn't rain very often. Demak, tez-tez yomg'ir yog'maydi. Tez-tez yomg'ir yog'maydi. Doesn't deyapti. Sam and Chris don't know many people. Sam and Chris don't know many people. Sam va Chris ko'p odamlarni bilmaydi. Sam va Chris ko'p odamlarni bilmaydi deyapti. Ya'ni kim? Sam va Chris bu demak they degan ko'plikka teng, ya'ni olmashga teng. Bu yerda ko'plik bu, ya'ni plural noun. Plural noundan keyin biz don't olardik. Doesn't emas va fe'limizga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmadi. Siz Chrisga qarab turib, Chris bu demak he degan olmashga teng-ku, biz doesn't olmaymizmi degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q. Bu yerda Chris va Sam ikki kishi turibdi, shuning uchun biz ularga ko'plik deymiz. Remember deyapti, yodda tuting. I, we, you, they va ko'plik yodlardan keyin don't ishlatiladi. Misol uchun I don't like football. I don't like football. Men futbolni yoqtirmayman. Keyingisi he, she, it va singular nounlardan keyin doesn't ishlatiladi. Ya'ni doesn't ishlatiladi. Bu aslida does not edi. He doesn't like football. He doesn't like football. U futbolni yoqtirmaydi. I don't like Fred and Fred doesn't like me. I don't like Fred and Fred doesn't like me. Men Fredni yoqtirmayman va Fred meni yoqtirmaydi. E'tibor beringlar, bu yerda I don't, bu yerda keyingisida Fred doesn't deyapti. Not Fred don't like deyapti. Ya'ni Fredga nisbatan don't olmang deyapti. My car doesn't use much petrol. My car doesn't use much petrol. Meni mashinam ko'p yoqilg'i ishlatmaydi. Meni mashinam ko'p yoqilg'i ishlatmaydi. Ya'ni ko'p yoqilg'i ichmaydi demoqchi. My car doesn't bo'lyapti. Nimaga doesn't? Sababi my car it degan olmoshga teng yoki subjectga teng. Va qarshi ichida not my car don't use. Not my car don't use deyapti. Ya'ni my car don't use emas. To'g'risi doesn't use bo'ladi. Sometimes he is late. Sometimes he is late, but it doesn't happen very often. Sometimes he is late, but it doesn't happen very often. Ba'zida u kech qoladi, lekin bu tez-tez sodir bo'lmaydi. Lekin bu tez-tez sodir bo'lmaydi. C bo'limga o'tamiz. We use don't yoki doesn't plus infinitive. Bu yerda infinitive degan so'zdan foydalangan e'tibor bersanglar, infinitive nima? Infinitive degani fe'lni, demak, oddiy shakli, hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan shakli fe'lni, demak, infinitive shakli bo'ladi. Misol uchun infinitive shakli aytaylik, like, speak, do, misol uchun play, hech qanaqa es qo'shimchasi, ing qo'shimchasi qo'shilmayapti. Shu fe'lni infinitive shakli bo'ladi. Bilib olinglar, demak, don't like bo'ladi. Yoki doesn't speak bo'ladi, yoki doesn't do bo'ladi. Example'larni o'qiymiz. I don't like washing the car. I don't like washing the car. Men mashinani yuvishni yoqtirmayman. Men mashinani yuvishni yoqtirmayman. Demak, like bu yerda fe'lni infinitive shakli. Nimaga don't-dan keyin kelyapti? Present simple gap. I don't do it very often. I don't do it very often. Men buni tez-tez qilmayman. Men buni tez-tez bajarmayman deyapti. Sababi yoqtirmaydi. Sarah speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Sarah speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Sarah, demak, Sara ispancha gapiradi, lekin u italyancha gapira olmaydi. Gapirmaydi. Gapira olmaydi emas, gapirmaydi. Demak, ko'ryapsiz, fe'limizni infinitive shakli kelyapti. Not doesn't speak, speaks bo'lyapti. Ko'ryapsiz, bu yerda demak, speaks qilmang demoqchi. Shunaligi, xo'p, David doesn't do his job very well. David doesn't do his job very well. David ishini yaxshi qilmaydi. David ishini yaxshi qilmaydi. Ya'ni yaxshi bajarmaydi deyapti. Bu yerda fe'lni infinitive shakli ishlatilyapti. Not David doesn't his job deyapti. Bu gap xato. Paula doesn't usually have breakfast. Paula doesn't usually have breakfast. Paula odatda nonushta qilmaydi. Paula odatda nonushta qilmaydi. Biz bilardik, have breakfast, have lunch, have dinner degan demak iboralarimiz bor edi. Shu iboralarda have demak yemoq degan, ya'ni nonushtani yemoq degan ma'nosi bor. Bu yerda doesn't usually have deyapti, has emas. Bilardik, present simple bo'lishligida have has ga o'zgaradi. He, she, it va singular noundan keyin kelsa, bu yerda negative gap, ya'ni bo'lishsiz gap bo'lgani tufayli demak have bo'ldi. Ya'ni not doesn't nuqta has demoqchi.
bunaqa bo'lmaydi demoqchi. Demak, biz sizlar bilan bugun present simpleda negativ gapini o'tdik. Bu juda ham oson. Demak, sizlardan talab qilinadigan narsa endi demak, mavzuni takrorlash, videoni ko'rish, tushunmagan bo'lsanglar, demak, yana bir marta ko'rib yoki internetdan qo'shimcha ma'lumotlar olsanglar ham bo'ladi va darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.